اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik aziz qarindoshlar. Bugungi qilmoqchi bo'lgan darsimiz sahobalar hayotidan ilingan dars va ibratlar degan temadagi dars bo'lib. Biz bu darsimizni oldin qitimda bir qancha qitim so'zlagan edik va inshaalloh yana davomlashtirishga tirishamiz. O'tgan qitimda deganimizdek biz mana bu sahobalar hayotini dars qilishdagi maqsadimiz qarindoshlar har biraylan bir musulmon mu'min bo'lish salohiyatimiz bilan bizning eng muhim, eng yuksak g'oyamiz bo'lsa, olamlarning Rabbi Alloh subhanahu va taoloni rozi qilish. Chunki biz Alloh subhanahu va taoloni rozi qilgan vaqtimizda butun olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bizning tilaklarimizni, orzularimizni, eng cho'ng g'oyamiz bo'lgan jannatni Alloh subhanahu va taolo bizga ato qiladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoloni rozi qilamiz deydigan g'oya maqsadimiz bo'lganligi uchun ilgarikilar Alloh subhanahu va taoloni qanday rozi qilgan, ular rozi qilishdan nimalarga diqqat qilgan, bunga alohida diqqat qilmasak bo'lmaydi. Har qanday bir kasb ahli bir kasbda g'alaba qilish uchun shu kasbni oldida bir qitim qilib baqqan, shuningda utuq qaznib baqqanlarni hayot bo'lsa izlaydi, vafot topgan bo'lsa ularning ish izlarini o'ziga o'rnak qilib turib bu ishda g'alaba topalaydi. Undaq bo'ladi ekan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sura Tavbaning 100-oyatida "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu" deb Alloh subhanahu va taolo bu oyatda, ya'ni Makka fathi bo'lishdan burun musulmon bo'lgan muhojirlar va ansarlar Makka fathi bo'lib bo'lgandan keyin bularga ergashganlar kelsak, Alloh subhanahu va taolo bulardan rozi bo'ldi va Alloh subhanahu va taolodan ham ular rozi bo'ldi deb Alloh subhanahu va taolo o'zining ana shu sahoba kiramlardan rozi bo'lganligini bizga Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Bu oyatdan shunday o'rnak olamizki qarindoshlar, ana shu sahobalar Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishgan bo'lsa, ular nimalar bilan erishdi, qanday erishdi? Biz endi ana shuni o'zimizga tatbiqlash, o'zlashtirish, uni o'rganish, o'zimizga ulgu qilish bizga vazifa bo'lib tushdi qarindoshlar. Biz oldingi darslarimizda katta sahobalarning qatoridan bo'lgan, jannat bilan xushbishorat berilgan hamda payg'ambar alayhisolamdan keyingi xulafaur roshidlarning qatoridan bo'lgan Abu Bakr roziyallohu anhuni, Umar roziyallohu anhuni so'zlagan edik. Bugungi darsimizda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga eng yaqin sahobalarning qatoridan bo'lgan payg'ambar alayhisolamning muborak ikki qizig'iga o'ylangan Osmon ibn Affon roziyallohu anhuninki hayotidan qisqacha o'rnak va dars chiqarishga tirishamiz inshaalloh. Osmon ibn Affon roziyallohu anhu milodi 577-yili Makkada Quraysh jamoasining ichidagi nupusliq bir jamoatda boy oilada dunyoga kelgan bo'lib, Osmon roziyallohu anhuning dadasi Affon ibn Abil As, Osmon roziyallohu anhuning anasi bo'lsa mashhur ayol sahobalarning qatoridan bo'lgan Arwa binti Kurayz ibn al-Habib. Osmon roziyallohu anhu kichkidan tortib nihoyat zerak, aqlli bir sahoba bo'lgan. Osmon roziyallohu anhu o'zininki dadasi va jamoatining o'rniga tayangan holatda tijorat bilan shug'ullanib, nihoyat iqtisodi mo'l bo'lgan, ya'ni iqtisodiylik kishilarning qatoridan bo'lib cho'ng bo'lgan edi. Osmon roziyallohu anhuning hayotiga kirishdan burun Osmon roziyallohu anhuning hayotida erishgan bir qancha muvaffaqiyatlari kishilar tarafdan uningga mayli laqab bo'lsin, mayli sifat bo'lsin, mayli ismda bo'lsin bir qancha xil atoq va madiyahlar bor. Buningdan biz bugungi darsimizga 5 ni tanlagan bo'ldik. Birinchidan Osmon roziyallohu anhu qarindoshlar sabiqunal avvalun. Ya'ni islomga dastlabda ovoz qo'shgan avangardlarning qatoridir.
Osman raziyallohu anhu sahabeler Darul Arqamga yig'ilishdan burun musulmon bo'lib bo'lgan. Ya'ni Abu Bakr raziyallohu anhu Osman raziyallohu anhuning qishig'iga kelib, buningdan yana Osman raziyallohu anhuning nihoyat zerak aqlli ekanligini bilib olamizki, Osman raziyallohu anhuning qishig'iga kelib, "Ey Osman, sen bir zerak insonsan. Sen botildan haqni ariya olaysan. Qarab bakın, biz mushu xalq, Quraysh xalqi, Arab xalqi ibodat qilayotgan mana mushu anglamaydigan, gaz-gacha, toshdan yasalgan mana mush butlardan yaxshilik bizga kelamdi, zarar manfaat mushtaqda bormi? Bor deb qaramsan" degan Usmon roziyallohu anhu yo'q deb javob bergan. Unda bo'lsa Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallam nihoyatmi bir yaxshi nəhayət keləcək və bir sözünü əb kepdi, yəni İslamda əb kepdi. Allah subhanahu wa ta'ala tərəfdən peyğəmbər elçi olub kepdi. Onun sözünü anlap baqqın degəndə dərhal verib peyğəmbər İslamğa iman etqan və dəstləbki İslamdakı avangardlarının qatarından bolalğan qarindaşlar. Demək, dəstləbdimi İslamğa kirishga keyin qılmağan aldın qatardakı sahabalarning qatarından bo'lib, şuna sabiqunal avvalun, dəstləbki tunji avangardlar degan ismga layiqlik bolalğan. İkinci Osman raziyallohu anhu'nun sahabeler tarafından medihe ve maqtaj laqab etibarlandirilgan sözlerden birisi sahibul hicreteyn. İki hicret sahibi. Osman raziyallohu anhu dastlabda Mekkada kishilarga nihoyat og'ir zulmlar bo'lgan vaqtning o'zida Osman raziyallohu anhu oilasini elib Habashtonga hijrat qilgan. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam islomda birinchi Hud alayhissalom bo'lsa, ikkinchisi Osman raziyallohu anhu islomda o'z oilasi bilan hijrat qilib otlangan kishilarning qatoridan deb madihlagan edi. Va yana Osman raziyallohu anhu Madinaga hijrat qilgan bo'lib, payg'ambar alayhissalomning izidan payg'ambar alayhissalomga ergishib, yana Madinaga hijrat qilgan va mana shu ikki hijrat e'tibori bilan sahibul hijrateyn, ikki hijrat sahibi degan ataqqa nail bo'la olgan. Uchinchidan qarindoshlar, bu Osman raziyallohu anhu Zinnurayn degan ataqqa erishgan. Bundaq bo'lishi oldingi qitimda bayon deb so'zlaganimizdek, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oziliq qizlari bo'lgan, ko'z qarchoqlari bo'lgan ikki qiziga o'ylangan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Osman raziyallohu anhuning fazilati, hayoti, hayoliqi nəhayət fidakarlıqını bilib, özünün ikinci qızı bo'lgan Ruqiyya anamizni Osman raziyallohu anhuga yetlik qilgan. Ve Osman raziyallohu anhu nəhayət vafodar kuyuğul bo'lgan ve o Ruqiyya anamiz yani kesel sebeplik vafot topgandan keyin bu fidakar yani vafodar nəhayət kuyimchan kuyuğulga üçüncü qızı bo'lgan Ummu Gulsum radiyallohu anhani ham yetlik qilgan. Muşi itibarı bilen Osman raziyallohu anhu sahibul Zinnurayn yani ikki nur egisi degan ataqqa erishgan. Bu ataqqa erishi ve Peygamber Aleyhisselam'ның ikki qiziga o'linishdan iboratan bu imtiyozga erishdiki holati Peygamber Aleyhisselam layoqatli ko'rgashga, fazilatiga ve onun iqtidoriga vafosiga ishonch qilganligi uchun ikki qizini yetlik qilgan qarindoshlar. Dördüncüden bolsa bu Osman raziyallohu anhu dördüncü Osman raziyallohu anhu'nunki yani atılındıgan laqablarının qatarıdan al-ashiratul mubashirina bil cennet. Cennet bilen xush bisharat berilgan sahabelerning qatarıdan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özüge cini, meli, hayatı bilen fedakarlık gösterken, İslam için canını feda kılgan ana aşı sahabelerden bir türküm sahabelerge uçuk aşkara, bir türküm sahabelerge işaret etibariyle cennet bilen hoş işaret bergen. Uçuk aşkara hoş işaret bergen sahabelerden qatarıdan Osman raziyallohu anhu var edi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen sahih hadisde Abu Bakr fil cennet, Osman fil cennet, Ömer fil cennet, Osman fil cennet deb Osman raziyallohu anhu'nun cennetki ekanligiga bu Peygamber Aleyhisselam bisharat bergan. Yana sahabelerden Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet kılınan hadiste sahih hadiste qarindoshlar, bir gün Peygamber Aleyhisselam bir türküm sahabeler bilan Uhud degani ustiga chiqqan. Rasulullahning yanında Abu Bakr, Ömer ve Osman raziyallohu anhular bar edi. Bu vaqtda Uhud azroq harakat qilib titragan. Peygamber Aleyhisselam dedi ki, "Ey Uhud, usbut, sen jim tur.
Üstünde peygamber var, siddiq var, iki şehit var deb Peygamber aleyhisselam Osman radıyallahu anh'ı şehitlik makamı bilen hayat vaqtida bisharat bergan qarindoshlar. Demek Osman radıyallahu anh'ı yana cennet bilen xush bisharat berilgan sahabeler degan şu qatarga ham erişelgen, şu imtiyazga ham nail bo'la olgan. En ahirki 5-incisi bolsa Osman radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamdan keyin Peygamber aleyhisselamning izbasari to'g'ri yo'l topgan 4 xalifaning biri, yani 3-incisi bo'lgan va o'zining xalifaligini nihoyat joyida mukammal ado qilib Allohning dargohiga qaytgan qarindoshlar. Demak, Osman radıyallahu anhu'nun bir qancha fazilatlari bo'lsa-mu, biz bugun so'zlagan mana mushu 5 fazilatning o'zi alohida fazilatlar bo'lib, har qanday bir kishining o'ginishiga, qanday bo'lib mana mushu darajalarga yetdi, qanday bo'lgan, qanday ishlar bilan mana mushunday imtiyozlarga erishdi deb izlanishiga zarurdir va loyiqdir qarindoshlar. Osman radıyallahu anhu'nun mana mushunday maqamlarga, mana mushunday hurmatlarga sazovor bo'lishdiki, bir qancha omillarning qatoridan bo'lib qarindoshlar, birinchisi Osman radıyallahu anhu'nun zakasi. Osman radıyallahu anhu ana aş gerçe öz yaşayotgan muhitda bütün kişiler butqa ibadat qilib, şunun bütün vücudunu pida qilayotgan vaqtning o'zida, yani ana aşlardan foyda zararining kelmaydiganligini tunib yetgan. Bundan bayam degan Abu Bakr radıyallahu anhu'nun qo'shig'iga kelib, "Mana mushuni foyda zarar yetkiz deb xohlamsan" degan yo'q deb aniq javob bergan. Va Payg'ambar alayhisolamning qo'shig'iga kelib, haqiqatni ko'rib, yegana Allah subhanahu wa ta'alaning barligini bilib, Allohga iymon etganligi, darhol avangaratlar sibiga qo'shilganligi, uning zakasi, chechanligi, zirakligining namoyandasidir qarindoshlar. İkinciden Osman radıyallahu anhu'nun mana mushu maqamlarga yetishga sabab bo'lgan sabablari va fazilat amallarining qatoridan Abu Osman radıyallahu anhu bo'lsa nihoyat taqvodor, sohibil Qur'on edi. Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan iymoni mukammal edi, sadoqati mukammal edi, Rasulullahga bo'lgan vafodorligi mukammal edi. Haramdan Allah subhanahu wa ta'alaning narozi qilgan har qanday ishlardan jinining boricha saqlanadi. Hem şundaqla Qur'oni Kerimga shundaq mehr muhabbat bog'laganki, Payg'ambar alayhisolamningga bir oyat tushishini nihoyat taqozolik bilan kutadi qarindoshlar. Her bir Qur'on tushsa Rasulullahdan avval anglaydi, anglab uni yodlaydi va uningga o'z amaliyati bilan tatbiqlab amal qiladi qarindoshlar. Çünkü Osman radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның mübarek eğizinden anlap, Peygamber aleyhisselam hayat vaktida bütün Kur'an'ı mükemmel yadılgan sahabelerinin qatarına kireleydi. Osman radıyallahu anhu Kur'an üçün özünü peyda kılgan, özünü atgan edi. Osman radıyallahu anhu'nu katı çok ticaretçi buluş ticareti, meyli onun denkinki hilafet emirliki ve onun ailevi turmuşları onu Kur'an-ı Kerim'den şiraklaştırmagan edi. Osman radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'dan "Hayrukum men ta'allama'l Qur'ana ve 'allama." Sizlarning eng yaxshilar Qur'onni o'rgangan va o'rgatgan kishi degan hadisni bayon qilgan sahobadir. Osman radıyallahu anhu'nun qimmatlik, hikmatlik sözlerining qatoridan Osman radıyallahu anhu shunda deydi-ki: "Law tahurat qulubukum ma shabi'at min kalamillah." Ey insonlar, agar sizlarning qalbinglar pokiz, pok, sap bo'lsa, Allohning kalamiga to'ymaydi. Agar sizlarning qalbinglarda dilg'ullik, shaklanish, ma'siyatga bo'lgan bag'ilnish bo'lsa, Qur'oni Karim sizlarga xush yoqmaydi. Agar sizlarga qalbinglar pokiz, Alloh rizoligi uchun bo'lgan saf qalb bo'ladi ekan, Qur'oni Karim sizlarga huzur va sizlarga uzuq bo'la oladi degan qarindoshlar. Yani biz Osman radıyallahu anhu'nun mush sözünü özümüzge bir tatbiqlab baksak, biz Qur'oni Karimga qanday muomala qildik? Qur'oni Karim bizning hidayet nurimiz edi. Qur'oni Karim ilahi dasturimiz edi. Biz ana shu dasturimizni, hidayet nurimizni, qalbimizning shifosi bo'lgan mana shu Qur'oni Karimni kunda o'qiyapmizmi? Oyda tugatyapmizmi? Yilda xatmi qilyapmizmi? Bu holatga qaraylik qarindoshlar. Nurg'un qarindoshlarimiz, ko'pincha qarindoshlarimiz internet vositalariga bog'lanib ketib boradi. Qur'oni Karim o'zining o'rnini topib yesib qilyapti. Biz Qur'oni Karimga qaytayli, Qur'oni Karimdan o'zimizga dastur olayli. Qur'oni Karimdan hidayet nuri olayli. Qur'oni Karimdan bizning miskin qalblarimizga, bechora mazlum qalblarimizga shifolik olayli qarindoshlar.
Osman radhiyallahu anhu'nun yana esil hikmetlik sözlerinden qatarından Osman radhiyallahu anhu deydi ki: "İnni la akrahu an ya'ti alayya yawmun la anzuru fihi fil mushaf." Men Qur'onga qaramaydigan kunimni nahayat yaman ko'raman. Mening asosiy jihatdan Qur'onga qaramaydigan kunim yo'q. Agar bir kun ba'zi bir ishlar bilan qaramay qolib qolsam, men shu kunim uchun nahayat ejirama degan qarindoshlar. Bizningcha kunlarimiz, haftalarimiz, oylarimiz, hatto yillarimiz Qur'oni Karimga qaramay o'tib ketib boradi. Bunun so'riqi va buning hisobini va bizning ustimizdagi bu mas'uliyatni qandoqmi ado qilamiz va qandoqmi javob beramiz, buningga alohida diqqat qilaylik qarindoshlar. Osman radhiyallahu anhu'nun yana esli so'zlarining qatoridan deydi-ki: "Hubbiba ilayya minad dunya salas isba'ul jiya va kisvatul uryan va tilawatul Qur'an." Men dunyoda 3 narsani nihoyatimi yaxshi ko'rdim. Mushu 3 narsa menga nihoyatimi mahbub. Üçünün biri aç qalğanlarning qo'shqini to'yg'izish, ularning qiyinchiligini hal qilish. Kiyimsiz qolgan, makonsiz qolganlarga kiyim va makon ato qilish va ularning qiyinchiligini hal qilish. Va shundaqla tilovatul Qur'on. Vaqtimdan chiqsa, azroqlam bir imkonim bo'lsa, Qur'oni Karim tilovat qilish degan edi qarindoshlar. Shuning uchun biz ilohiy dasturimiz, qalb hidoyat nurimiz, qalbimizning shifosi bo'lgan bu Qur'oni Karimga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Mana shunday qilish orqali Osman radhiyallahu anhuning fazilatini o'zimizga tatbiqlab, ulgu qilib, Allohning rizosiga erishishga alohida ahamiyat berishimiz kerakdir qarindoshlar. Osman radhiyallahu anhu'nun ana aşındaq imtiyazlarga yetişdiki 3-cü halat qarindoshlar, Osman radhiyallahu anhu nihoyat sahobatchi dedi. Sahabeler deydi ki, Mekke ve Medine'deki tilxotullar, yetim yesirlar, karvallar, qiyinchilik qolganlar, mana muşularning hammasidan so'rasınız Osman radhiyallahu anhu'nun sahobatchiligi, Osman radhiyallahu anhu'nun xayri esaniga guvohlik beradi deb bayon qiladi qarindoshlar. Bunun tipik misallarından qatoridan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge nurgun sahabelarni hicret qilishga buyurup ve ergeştirip nurgun sahabelarni ilip Medine'ye kelgan vaqtning o'zida Medine qaqqasliq, nihoyatda issiq ig'ir bir o'rin bo'lib, bu yerda sahabelar suvdan nihoyatda qiynalgan edi. Bu yerda Ravma deydigan bir quduq bo'lib, bu quduqni sahibi suyini pulga satadi. Hicret qilib kelgan makonidan, mal dunyosidan ayrilgan sahabelar, tilxotun yetim yesirlar, qiyinchilik qala bu suvdan kam kushoda ilib ichanmaydi va turmushlariga ishiltanmaydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom kim ana shu quduqni setib olib, mushu islom uchun boshqalarga vaqf qilib o'tadi deganda, Osman radhiyallahu anhu maydonga chiqib, "Ana ya Rasululloh, men qalay ya Rasululloh" deb ana shu quduqni nurg'un pulga setib olib, kishilar uchun hadiya vaqf qilib o'tgan edi. Musulmonlar shuningdek keng kushoda suv ichalgan va suvdan bahramand bo'la olgan edi qarindoshlar. Bu Osman radhiyallahu anhu'nun Rasulullahning har qanday qilgan talablarga va Payg'ambar alayhisolamningki boshqalarga sungan iltijolarga ovoz qo'shdiki fidokorligi va mu'minlarga xayr sahobat qilishdiki nihoyatda jonliq va aktivligining namoyandasidir. Yana bunun qatoridan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebeviyni selib, kim kishilar avib masjidga patmagan vaqtning o'zida Peygamber Islam degan ki, kim yandiki bir bo'lak zaminni setib olib masjidga vaqf qilib o'tadi degan vaqtning o'zida yana Osman radhiyallahu anhu ana ya Rasululloh, men ey Rasululloh deb setib olib ana o'sha zaminni masjidga vaqf qilib o'tgan edi qarindoshlar. Yana uningdan eng namoyandilik xayri ihsonlarning qatoridan birisi, yani Tabuk g'azotida son ko'p, qurol yarog' oz, mal uloq oz. Bosh vaqtning o'zi Payg'ambar islom nihoyatda bearam bo'lib, atroflarga jihad chaqiriqi, xayri ihson da'vatlarga odamlarni o'tgan edi. O yaqtin ko'p bir narsa kelmasdan Payg'ambar alayhisalom minbarga chiqib turib, yana o'zining pidokor sahobalariga nido qilib, yana xayr ihson nafiq qilish Payg'ambar alayhisalom minbarga chiqib rag'bat qilgan. Yana qiziq turgan edi. Bu vaqtda birinchi qitim qiziq turgan Osman radhiyallahu anhu darhol ovoz qo'shib, "Alay ya Rasululloh mi'at ba'ir." Manga 100 to'ga mening ustimga bo'lsin. To'qamlari, qurol, butun ashyo, jabduqlari bilan men Alloh yo'lida fido qilay 100 to'ga dedi.
Payg'ambar alayhisalom buningdan xursand bo'lib, yana da'vat qilgan vaqtning o'zida boshqalardan ovoz chiqmasda Osmon roziyallohu anhu alayya mi'atu bay Rasululloh, men yana 100 taga chiqaray Rasululloh. Uning jabduqlari bilan, lazimatliklari bilan chiqaray dedi. Payg'ambar alayhisalom minbardan tushib, nihoyat xursand bo'lib, yana minbarning ustiga chiqib, yana qaytadan Payg'ambar alayhisalom boshqalarga yana iltijo qilib, yana rag'batlantirgan vaqtning o'zida Osmon roziyallohu anhu alayya mi'atu bay Rasululloh, men yana 100 taga chiqaray Rasululloh. Uning jabduqlari bilan, lazimatliklari bilan men chiqaray degan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nihoyat mutassillangan edi. Nihoyat xush bo'lgan edi. Hattoki o'z Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam degatganki, Osmon roziyallohu anhuga ma darra Usmana ma amila ba'da al-yawm degan. Ya'ni Osmon roziyallohu anhuga mana bugun qilgan fidokorliklarining sababi bilan mana shu fidokorliklariningki savobi va mana shu fidokorlikning sababi bilan bunday qilgan ishlar zarar yetkazmaydi Osmon roziyallohu anhuga debgan edi qarindoshlar. Mana shu fidokorlik, mana shu özünü ve melini Allah'ın dini için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin davası için, ümmeti Muhammediye'nin bakası ve ümmeti İslam, yani Medine'de kurulgan devletinin mükemmel iş için sarıp kılgan avantgard sahabiydi. Biz qarindoshlar, bizda ana shunday iqtisodiy imtiyoz bo'lgan vaqtning o'zida, agar bizda iqtisodiy imtiyoz bo'lsa, mana shunday fidokorliklarni qilyaptikmi? Mana shunday qiyin ahvollar kelgan vaqtning o'zida vatanimiz uchun, dinimiz uchun ovoz qo'shinglar, iqtisod sarf qilinglar deb ish boshlarimiz, ahli ilmlarimiz iltijo qilayotgan vaqtning o'zida darhol maydonga sakrab tushyapmizmi, tushunmadikmi? Agar biz Osmon roziyallohu anhuning mana shu fidokorligidek fidokorlik qilmasak, biz maqsad qilgan, g'oya qilgan, nishon qilgan Allohning rizoligiga qandoqmi erisha olamiz qarindoshlar? Osmon roziyallohu anhu Allohning rizoligiga erishish, Payg'ambar alayhisalomning jannat ahli sani Osmon deb guvohlik berishi. Yuqorida so'zlab o'tgan 5 xil aloyidilikka Rasulullohning ko'z qarchiqi bo'lgan, mahbubi bo'lgan ana ikki qiziga o'linishga, layoqati to'shashga sabab bo'lgan fidokorliklar mana shular emasmi qarindoshlar? Shuning uchun bizda agar iqtisod bo'lsa, biz qandoq sarf qilyapmiz, qandoq sarf qilmoqchi, biz ana shu Osmon roziyallohu anhu va uning o'xshashligan sahobalarni to'g'ri oladikmi, ulgi qila oladikmi, qila olamdik? Bu haqda alayda o'ylanmoqligimiz, o'zimizga savol qo'ymoqligimiz lozimdir qarindoshlar. Osmon roziyallohu anhuni ulgi qilaylikki, Osmon roziyallohu anhuni ulgi qilib Allohning rizoligini maqsad qilsak, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo iqtisodlarimizga barkat, mana bu iqtisodlar orqali bizni o'z rizoligiga olsa, Alloh subhanahu va taolo bu rizolik bilan so'ragan, iltijo qilgan, talab qilgan qiyinchiliklarimizni hal qilib o'tadi inshaalloh qarindoshlar. Osmon roziyallohu anhuning yana shunday fazilatlarga erishishga sabab bo'lgan amillardan 4-inchisi qarindoshlar, Osmon roziyallohu anhu nihoyat hayokor edi. Osmon roziyallohu anhuning saddoshlaridan va oilalaridan rivoyat qilingan rivoyatlarda hattoki Osmon roziyallohu anhu hayotining kuchliligini jihatidan yunga vaqtning o'zida o'ltirib yunatdi deydi qarindoshlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Osmon roziyallohu anhuning hayoligini bilganligi uchun Osmon roziyallohu anhuni shundoq ta'riflaganki, ashaddu ummati hayaan Osmon degan. Mening ummatimning ichidagi eng hayoliq inson Osmon deb guvohlik bergan edi. Ummatning ichida Osmon roziyallohu anhuga hayo jihati yetalaydigan bir inson ko'rilib boqmadi qarindoshlar. Ayşe roziyallohu anhadan, yani bir rivoyatda Hafsa roziyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda bir kuni Payg'ambar alayhisalom bir o'rinda o'ltiradi. Va o'ltirgan vaqtning o'zida pochqining azroq tarafi ochiq qolgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu kirdi, o'zini o'ngshimadi. Umar roziyallohu anhu kirdi, o'zini o'ngshimadi. Ammo Osmon roziyallohu anhu kirdi, tas o'ltirib o'zini o'ngshib olgan edi. Bu vaqtning o'zida ayoli Hafsa va yagan bir rivoyat Ayşe roziyallohu anha Payg'ambar alayhisalom ne Rasululloh g'ash kelgan kirgan vaqtida o'ngshib olmagan edingiz, ammo Osmon roziyallohu anhu kirgan vaqtida o'zingizni o'ngshib oldingiz-ku deb so'raganda Osmon Payg'ambar alayhisalom deganki, malaikalar hayo qilgan kishidan men hayo qilmaymanmi degan. Yani malaikalarningmi Osmon roziyallohu anhudan hayo qilganligini Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam muborak eg'zidan bizga xabar bergan qarindoshlar. Biz hozir nihoyatda fitna basatlar eshib ketib qolgan.
hamma joyda yana hayosizliklar ko'tarilib ketib qolgan bir jamiyatda va bir vaziyatda yashayotimiz. Ham shundoq bir davlatda ham turyapmiz. Biz hayot tarafiga ahamiyat beraylikmi? Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam degan al-haya'u shu'batun minal iman. Haya iymonning shaxchalaridan bir shaxcha degan hadisiga amal qilyapmizmi? Biz hayodan iborat narsani oilamizda, farzandlarimiz orasida, jamiyatimizda, urug' tuqqanlar, sabdashlar eng muhim bo'lgan Allohning oldida shu hayodan iboratdan shu islomiy nizomga amal qilyapmizmi, amal qilmayapmizmi? Bizning hayotimiz qanchalik bo'layotdi? Bu haqda savol qo'yaylik qarindoshlar. Ailemizde biz nihayetimi hayalık bo'laylik. İslam prinsipi bo'lgan bu hayani o'zimizda oil yetildirsek, farzandlarimiz, qizlarimiz, o'g'illarimiz hayalık cho'ng bo'ladi. Jamiyatga hayalık farzandlarni sunalaymiz. Atrofimizda, jamiyatimizda hayani o'zimizga lozim tutsak, atrofimizdagilarga ulgu bo'la olamiz va ularning hurmatiga va bizga bo'lgan ko'z qarashning yaxshi bo'lishiga sabab bo'la olamiz qarindoshlar. Şunun bilan birga hayoni o'zimizga lozim tutsak, Allohning rizosiga erishamiz qarindoshlar. Chunki biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan har bir qilgan amalni Alloh rizoligi uchun qilamiz. Hattoki Osman roziyallohu anhuning hayoliqining jumlasidan va Qur'on xumarliqining jumlasidan shuki ayolining rivoyat qilingan rivoyatda, ya'ni Osman roziyallohu anhuni, ya'ni fitna fasodchilar, boshqalar tarafdan kushkurtilgan bir turkum nadon insonlar Osman roziyallohu anhuni hapsiga olib turib, ya'ni muhosirga olib turib, Osman roziyallohu anhuning qilgan faoliyatlarini tushunmay o'ltirmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida Osman roziyallohu anhu atdigan saharda qopib, ayoli shundoq deganki, men payg'ambar alayhisalom Abu Bakr va Umarlar bilan tushimda uchrashdim. Men bugun jinimni o'ltirib qiladigan o'xshayman. Chunki ular menga sen shiftarni mana meshadi qilsa dedi deb shu kuni ro'za tutgan, taqvodorlikning namoyandasi ro'za tutgan va o'zini kiyimini nihoyatda ravurs qilib, agar o'ltirilib qolsam, avratim ichib qolmasin deb buning alohida ahamiyat bergan. Hattoki bomdat namozdan keyin Qur'oni Karim o'qigan deb ayoli shunday rivoyat qiladi qarindoshlar. Xulos qilib aytgan vaqtimizning o'zida Osman roziyallohu anhu yuqorqi fazilatlari, yuqorqi aloyidliklari, imtiyozlari bilan o'zining hayotini kechirib 80 yoshning oldikenida, ya'ni hijratning 35-yili, milodiyaning 656-yili Allohning dargohiga qaytgan, omonatni topshirgan 12 yillik xalifalik hayotini to'liq joyida ado qilgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu o'lgimiz, peshvorimiz, ustozimiz Osman roziyallohu anhuni o'zining jannatidagi oliy maqomlarda qilsin. Biz ummat islomiyani uning yo'lda mangadigan, uning fazilatlarini o'zimizga ulgu qiladigan, uning qilgan faoliyatlarini o'zimizga yo'l xaris qilib sizadigan va Osman roziyallohu anhudan o'ginib, Osman roziyallohu anhudak aql, zakosi va Qur'oni Karim muhabbati va xayri ihson muhabbati va davomliq hayoni o'ziga lozim tutadigan hayoliq, jasur, g'ayratlik, taqvodor musulmon avlodlarning qatoridan qilsin. Bizning avlodlarimizni ana shu Osman roziyallohu anhudan biz dars olib, farzandlarimizni Osman roziyallohu anhuning axloqidek axloqlantirib, millatimiz, dinimizga fedakor bir avlodlarning qilib yetishtirishimizga Alloh subhanahu va taolo bizga muvaffaqat qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.